Qayerdadir xato qildim-da. Ayol kishi ham hurriyotami? Qaysi gunohlarim uchun? Doimiy xurrak otish, uyquchanlik, xotira pasayishi, e'tiborsizlik va bosh og'riqlariga olib keladi. Uvloplastika bu xurrak otishni davolashda eng samarali usul hisoblanib, xurrak vaqtida yumshoq tanglay va tilcha tomoqning orqa devoriga tegish hisobiga tebranishlar hosil bo'ladi. Bu kuchli tebranishlar xurrak otishga olib keladi. Nafas olish qiyinlashib, hayot sifati yomonlashadi. Operatsiya maxsus iplar yordamida yumshoq tanglay va tilcha orqaga va tepaga tortiladi. Operatsiya hisobiga nafas olish yaxshilanadi, xurrak otish pasayadi. Operatsiya umumiy og'riqlantirish ostida o'tkazilib, og'riqlar umuman sezilmaydi. Maxsus iplar 6 oy davomida sekin-astalik bilan so'rilib ketadi. Operatsiya orqali xurrakning asosiy sabablari davolanadi va hayot sifati yaxshilanadi.